Assalomu alaykum aziz muxlis. Tramp oxiri chidab turolmadi. Uning qatnashishi juda muhim emas. Tramp Zelenskiyning urushni to'xtatishga oid muzokaralardagi ishtiroki haqida. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya Ukraina urushini to'xtatish muzokaralarida Vladimir Zelenskiy ishtirok etishi shart emasligini ma'lum qildi. Trampning so'zlariga ko'ra, Ukraina prezidenti so'nggi 3 yil ichida uchrashuvlarda bo'lgan va hamon mojaroga barham bera olmagan va to'xtata olmagan. To'g'risini aytsam, uchrashuvlarda uning qatnashishi juda muhim emas. Zelenskiy uni Saudiya Arabistonidagi uchrashuvga taklif etilmaganini aytib qoldi. Bu ustuvor bo'lmaganini nazarda tutmoqchiman, chunki u shu paytgacha muzokaralarni yomon olib bordi, deydi Tramp. Shuningdek, uning aytishicha, AQShning oldingi prezidenti Jo Bayden va Zelenskiy urushning oldini olishlari mumkin edi. Har safar bu Rossiyaning aybi emas desam, men fake yangiliklar uchun tanqid qilishadi. Ammo shuni aytamanki, Bayden noto'g'ri narsalarni gapirdi. Zelenskiy noto'g'ri narsalar haqida gapirib keldi. Ularga ancha kuchli va kattaroq tomon hujum qildi. Biroq Rossiyani bunday osonlikcha qaytarish mumkin edi, deydi Tramp. Ar-Riyodda o'tkazilgan Rossiya-Amerika muzokaralaridan keyin Donald Tramp Zelenskiyni keskin tanqid qilmoqda. AQSh prezidentining ma'lum qilishicha, ukrainaliklar orasida Zelenskiyning reytingi pasayib ketgan. Shuningdek, Tramp uni diktator deb atadi va Ukrainada prezidentlik saylovlarini o'tkazishga chaqirdi.